Biz ham onamizga hech aytganmizmi? Ona mencha ham chiroylisiz-a? Mencha ham chiroyli onani men farzandiman deb onamizni chiroyliliklarini o'zlariga hech aytganmizmi? Bizga qancha aytganikin shu ona. Onani qarangki, yoshligimizda bir narsani olib bermasa yig'lardik. Olib bersa yig'idan to'xtardik. Ota bilan onani qarangki, biz katta bo'lib biror bir narsa olib bersak ular yig'lashar ekan. Narsa olib deb ota-ona farzandiga yig'lamas ekan. Farzand yig'lar ekan, u yig'lab turib oldirsa, ota-onachi desa, olib bersa yig'lar ekan. Qachon olib berdik? Kafanini ham olib berganimiz yo'q, birodar. Katta ketib ko'chada o'zimizdan ketib, katta gapirib yoramiz-ku. Alloh saqlasin, voy nimaga katta gapirasan? Onangni yo otangni kafanini olib berganmisan desa, tilimiz qisilib qoladi.